Assalomu alaykum hammaga. Ming bor uzr. Mana bu strategiya videosi chiqqach ozgina cho'zilib qoldi. Sababi qayta videoga oldim, chunki ekran ko'rinmay qolgan. Orada ovoz yetib qolib ketgan ishqi mashinaga. Biz buni qishlarda zo'r emasmi? To'g'ri tushunasizligiga umiddaman, lekin harakat qildik. Xo'p, bilmayman, buni ko'pchilik balkim bilar, balkim bilmas, lekin men buni o'zim tajribamdan kelib chiqib bilgan narsam. O'shani o'rgatib ketay dedim. Men o'zim ishlataman buni har doim. Trend mening do'stim degan narsa bor. Ya'ni trend bilan dushman bo'lma deydi va bu strategiyaning nomi troyka, ya'ni 3lik. Oddiy misol ko'rsataman sizlarga, qaranglar. 1 2 3. Mana 3 ta 1 2 3 ko'rdinglar? Yaqinlashtirib ham ko'rsataman. Endi 3 ta sel bo'lyapti. 3 soat ichida mana H1, H100 deydi. 3 soat ichida mana 1 soat, 2 soat, 3 soat ichida sel bo'lyapti. Ya'ni trend sel deb olamiz biz. Va avtomatik mana bu joydan sel ochamiz. 3886 dan. Xo'p. Bizubitkani qo'yamiz. Misol uchun mana bu yerga 3880 ga. Bizubitkani qizil qiling. Stopga keladigan bo'lsak, stopni xohlaylar 2 ga qo'yinglar, xohlaylar 1-soatga qo'yinglar, farqi yo'q. Mana bunaqa joyga stop qo'yasizlar. Stopni qora qilib belgiladim. Hammaga ko'rinsin deb. Yashil ochgan zelkamiz, qizil bizubitkamiz, qora stopimiz. Bayda ham xuddi shunaqa. Birdan bayni ham tushuntirib ketaman, hammaga yasni bo'lsin deb. Mana qaranglar. 1 2 3. Trend mening do'stim, ya'ni 3 soat bayga ketyapti. 3 soat bay bo'lyapti. 4-soatdan biz srazu bayga zelka ochamiz. Ya'ni bu holatda qanaqa bo'ladi mana? 1 2 3. Mana bu yerdan bayga kiramiz. Stop qo'yamiz 1.5 ga xohlasak. Stop qora qildik. Mana buni yashil qilib qo'ying. Ochilgan zelkani. Bizubitkani qayerga qo'yamiz deydiganlar bo'lsa, bizubitkani 3819 da bay ochilsa, 3800, xohlaylar 400 pips, xohlaylar 300 pips, 824, 825 ga qo'ydim bizubitkani. Bizubitkani qizil qilib qo'ya qoling mana. Ko'rganingizdek mana shunaqa bo'ladi. Bayga ham, selga ham xuddi shunaqa, juda oson. Bu funt dollar, yevro dollarda ishlaydi bemalol. H100 va H100 da ham ishlaydi, ya'ni oltinda, kumushda ishlaydi. Maksimal yo'q joyda ham bu ishlayveradi. Faqat oddiy misol aytaman, mana bu joyda ishlamay qolgan joyi bor. Ya'ni ishlagan bu yerda mana 1 2 3. To'g'ridan biz kirishimiz kerak bo'lgan. Mana bu yerdan kirilardi zelkaga. Mana yana yaqinlashtirib ko'rsatayman. Mana bu yerdan kirilardi zelkaga. Mana to'g'ridan kirilardi zelkaga va hisoblasak mana shu yerdan kirilganda ham 3000 hozir hisoblab bering sizlarga. To'g'ri, mana bu bo'lsa 3817 dan kirilganda selga 3798, ya'ni o'zi salkam 1800 pips. Biz 500 pipsga bizubitka qo'ygan taqdirimizda ham 100 ta bizubitka ushlaylar. O'shanda mayli 100 tadan 20 tasi stop bo'lsin, 80 tasi bizubitka bo'lsin, 400 pipsdan bo'lsa ham, 500 pipsdan bo'lsa ham bu juda katta narsa. Juda katta foyda hisoblanadi. Xo'p, balki buni kimdir bilar, chunki dunyoda bitta men trader emasman. Mendan tajribasi ko'p, tajribasi kam traderlar juda ham ko'p. Men bu o'z tajribamdan kelib chiqib bozor ichidan topgan strategiyalarimdan bittasi hisoblanadi va o'zim ishlataman pasejin har doim. Juda ham oddiy tushunish, buni qiyinchilik joyi yo'q hech qanaqa. Endi buni bu strategiyani ichiga endi vnikat qilamiz. Masalan, hozir boshinglarni qotirmayman, texnik analiz bilan, matematik formula bilan oddiy tushuntiraman, hammaga tushunarli bo'lishi uchun soddaroq qilib. Bizga kerak bo'ladi oxirgi maksimum, ya'ni ko'zimiz ko'rayotgan oxirgi maksimum mana 1 2, mana oxirgi maksimum mana 3895 va mana birinchi maksimum mana bu deb olamiz. Nimaga deydigan bo'lsanglar, shuni ko'rib turibmiz va sanani belgilaymiz. 23-sentyabr 2025-yil. Mana bu hozirgi maksimum. Oradagi farq 8 kun. Adashmayotgan bo'lsam 5 kun 30 yo 6 kun ekan, adashimman. 6 kun ekan. Yo'q, 8 kun to'g'ri. 30 dan qaytyaptimi sentyabr, ha. 23 7 kun 8 kun to'g'ri. 8 kun oradagi farq. Xo'p. Belgilab oldik bu ikkalasini. Endi bizga kerak bo'ladi kalkulyator. Kalkulyator oldik. Esinglarda bo'lsa mana shu ikkita liniyani men bir paytli Instagramimda
pustoy ekranga qilgan edim, agar esinglardami yo'qmi? Pustoy ekranga qo'yib, keyin tiq grafikka yoqqanman, o'shani videosi chiqib ketuvdi, agar esla olsanglar. Ko'pchilik kimdir o'shanda ham men har xil gumondagi odam borda, bu prikol bir nima deb o'ylashuvdi. Yo'q, bizda prikol yo'q. Bizda hammasi seriozniy. Hammasi faktlarga asoslangan. Xo'p, buni o'chirib turaman. Mana bu joyda eslab qolsanglar bo'ladi. Mana to'rdan kirgan bo'lardinglar. Selga dalish ketaveradi. Qaytib qolsang yuzi bitgan uradi. Xo'p, bizga kalkulyator kerak. Mana bizning birinchi maksimumimiz 3791. 3791 ni qo'shaman ikkinchi maksimumda. Как раз ikkinchi maksimumda turibdi hozir. 3871. 3871 ni qo'shaman 3895 ga. 3800 dumini olmayman, plus minus 200-300 olasizlar pips. 11557 bo'ldi. Endi eng qiziq joyi bor. Mana shu 8 kun bo'lsa, 8 ni 24 ko'paytiradigan bo'lsak, 8 kare 20 160 432 192 bo'ladi. Buni bo'lamiz 192 soatga. O'shanda 1 soatda bizda 60.19 skorost kelib chiqadi, tezligi kelib chiqadi buni. Tillarni tezligi shunaqa ko'rsatyapti. Mashinada speedometr bo'ladi-yu, xuddi o'sha skorosti bo'ladi bu. Endi bu 1 soatligi, endi bizga kerak bo'ladi 1 kunligi. Buni ko'paytiramiz 24 ga. 24 soatga ya'ni. 1 kunlik skorosimiz bo'lyapti 1444 1625. Bu 625 shart emas bizga 1444 o'zi yetadi. Xo'p. Nimaga endi bu hisob kitob kerak? Mana sel ochdik, bay ochdik o'sha 1 2 3 to'rdan sel, 1 2 3 4 to'rdan bay qilib tashlay bo'lmaydimi desanglar, yo'q, buni davomi bor. Bu switchni analiz emas. Buni switchlarga umuman aloqasi yo'q, bu yerda faqat narx. Ichini ham tushuntirib ketyapman sizlarga birdan. Xo'p, 1444. 1444. Ya'ni сделка ochdingiz. Mana bitta ochgan bo'lsak, 886 dan. Ochgan сделкani yashil qilsak. Xo'p, 3886 bo'lsa, 1444 pipsga biz tek qo'yishimiz kerak aslida, bundoq qarasanglar. 76.000 bo'lsa, yana 400 bo'lsa, 72 ga qo'yishimiz kerak. Hozir o'tib ham ketibdi, anaqamizdan nima deydi? Tekimizdan. Mana. Tekka qanaqa rang qilamiz? Tekka sariq qilaylik. Mana. O'tib ham ketar ekan, bundoq qarasanglar. Tekka urib ham qo'yibdi. Xo'p, endi buni shundoq ham biz o'zimiz ming hisoblab o'tirmasdan, nima deydi ani? Bunaqa matematik o'zimizni qiynamasdan shundoq qo'yib tashlasak bo'lmaydimi deydiganlar uchun bo'ladi, faqat hamma narsada asos bo'lishi kerak. Xo'p, 1444 bu chiqib keldi 1 soatli, 1 kunligi. 1 kunligi, 1 sutkaligimiz. Xo'p, buni endi 1444 bo'lamiz 3 ga. 481. Chunki yaxshilik degan bo'lsak 481 o'zi qoladi. 481 pips. Ya'ni bu degani har 3886 bo'lsa 82 da 100 bitga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bundan o'tganidan keyin yana xuddi shuncha minus qilib 482 ni mana bu yerda chiqqanday 481 ni minus qilib 882 bo'lsa 78. Mana bu yerga ham 100 bitga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu kunlik davomida paka mana bu maksimum yangilanguncha, mana bu maksimum yangilanguncha sizlar mana shu 482 ga tayanib ketaverasizlar. Bugungi kun davomida, bugungi kun, ya'ni bugungi polni hamma sessiya yopilguncha, ertalar Osiyo sessiyasi, Amerika sessiyasi tugaguncha, hozir Amerika sessiyasi boshlangan, 481 ga tayanib yurasizlar. Har 481 da razvorot qilib qolish ehtimoli bor. Har 481 da. Teklarni 1444 ga qo'ydinglar. Xo'p, tek uradigan, tek yaqinlashsa bizu bitgani shundoq tushirib, yana dalish ko'tarsanglar bo'ladi. 481 pips tilla uchun nima deydi? Любой время qaytib qolishi mumkin. Bu sizlarning o'zingizlarning nima deydi? Zelkaga kirish chiqish. Mana juda ko'p savollarda, juda ko'p iltimoslar tushgan, takliflar tushgan. Kirish chiqish bo'yicha kurs qiling, anaqa qiling, onlayn darslik qiling, unaqa qiling, bunaqa qiling va hammada muammo shunda. Mana sizlarga psixologik eng oddiy, eng sodda narsa. Hamma qo'shishni ayirishni biladi, bo'lishni biladi, ko'paytirishni biladi. Buni hech bir qiynaladigan joyi yo'q. Juda ham oddiy. Sezgan bo'lsanglar. Mana sel holatida. Mana biz tekimizni uribdi, urmadi deylik, shu tekka qo'ymay turaylik.
Stekka olib tashlab tura qoling. Qana olardi. Nima ketmayapti bu? Qisqasi ololmadim nimagadir. Netim qotib qoldim bilmayman. Xo'p, 481 bo'lgandan keyin mana bu har 481 da sizlar bizu bitkani pastroqga surib ketaverasizlar. Shuni e'tiborga olinglar. Xo'p, bundan keyin hozir soddaroq tushuntirib ketdim. Agar yo'q biz nima deydi trend ushlab oldik deydigan bo'lsanglar 1444 ko'paytirib yuborasizlar avtomatik 3 ga. 4332 kelib chiqadi. Agar 3 ga ko'paytirsanglar, chunki strategiyamiz nomi 3 lik, troyka ko'p narsa 3 ga 3 soniga bog'liq bizda. 4332 pips agar dolgi-surok ushlayman, nima deydi, qaytib qolmaydi, razvorot bo'lmaydi deganlar uchun. Ya'ni 3886 dan ochsangiz, o'zi 3876 ming, 66 2000, 56 3000, 46 ga qo'yishingiz kerak. Qaniydi 46? Mana 46 ga qo'yishingiz kerak take profit. Tekiz 46 bo'lishi kerak agar yo'q men dolgida ushlayman desangiz. Lekin shu holatda ham siz har 481 da bozorga qarab turishingiz kerak. Har 481 chiqdi shekilli adashmasam, 481 pipsda qarab ketishingiz kerak har bozor anaqasida. Bizu bitkani surib, chunki xato qilib qo'ymaslik uchun. Mana sizlarga oddiy 1-2-3 topdinglar. 4-soatdan selga kirdinglar. Bizu bitkani foydaga kirishi bilan avtomatik 481 pipsdan oshgandan keyin sразу nima deydi, bizu bitga qo'ydinglar. Bizu bitga qo'yganinglardan keyin dalish davom etsa, yana bizu bitkani tushirib bordinglar. Biz u bitkani ursa bozordan chiqdinglar va keyingi signalni kutasizlar. Bo'ldi, sizlarga hech kimdan signal kanal hech narsa kerak emas. Matematik hisob, mana fakti bor, asosi bor. Juda ham sizlarga hozir eng ustuni tushuntiryapman-da, shu qiyinlashib ketmasin deb. To'g'risi. Xo'p, valyutalarda ham xuddi shunaqa. Valyutalarda ham xuddi shunaqa hisob-kitob qilasizlar. Kumushda ham, tillarda ham 4 ta parada kumush, HUSD, HUSD, Euro USD, GBP USD. Mana shu 4 ta parada xuddi shunaqa hisob-kitob qilasizlar. Qolganlarda ham qilsanglar, aslida mana shu 4 ta parada men alhamdulillah eskitdan ishlatib kelaman. Xo'p, sel holati tushunarli menimcha hammaga. Endi bay holatiga o'tamiz. Xo'p, bay ham boya ko'rsatib ketdim mana. 1 2 3 4-soatdan bayga kirdingiz, dalish ketdi. Endi buni hisob-kitobi bor-da bayga ham. Xo'p, biz oldik analiz uchun 23-sentyabrdan. Mana o'sha sana 23-sentyabrdan. Bizga kerak bo'ladi oxirgi minimum. Ya'ni narxning oxirgi tushib bergani. Ko'zimiz ko'rib turgani. O'zi aslida bu yerda umuman yapon switchlik kerak emas. Men liniya qo'yib ham sizlarga analiz qilib beraverardim. Просто liniya qo'yib analiz qilib bersam yoki valna qo'yadigan bo'lsam, umuman boshqacha anaqa tushunchaga paydo bo'lib, tushunmay qolishining ehtimoli bor. Xo'p, oxirgi men ko'rayotganim narx katta tushishdan keyin minimum shakllangan mana bu. Bundan keyin ko'rayotganim, bundan oldingisi mana buni ko'ryapman. Bundan oldin hisoblaydigani mana bu eng mana shu 8 kun ichidagi eng oxirgi minimum bu. U tomondan hisoblasangiz eng birinchi minimum. Allohga shukr. Xo'p, endi qo'shib ketamiz. 3716 qo'shamiz. 3759 qo'shamiz. 3792 teng 11267. Buni endi bo'lamiz 192 soatga. Chiqdi 5868. E'tibor qilinglar, boya 60 dan oshiqroq chiqdi adashmasam, bayik sellikini hisoblayotganda. Bayiki kamroq chiqyapti, ko'ryapsizlar? Xo'p, 5868 chiqdi. Buni ko'paytiramiz 24 ga, 24 soatga. 1408. Boya 1444 chiqdi. Ya'ni selga yursa 1444. Ya'ni agar tilla tushishni boshlaydigan bo'lsa, ko'tarilishdan ko'ra tezroq pastga tushib boraveradi. Sababi 34 anaqa raznica bo'lyapti. 34 tezlik orasida farq bo'lyapti speedometrda. Bozor speedometrida. Men o'zimni tushuncham bu hammasi men o'zim nima deydi mana shu 2012 dan beri savdo qilayotgan bo'lsam, shu 2015 gacha ziyonda yurgan bo'lsam, mana shu hammasi men o'zim ishlatadigan, o'zim ko'zim bilan o'rgangan, birovdan o'rganmaganman, boshqa qilmaganman, o'zim yashagan, o'zim bilgan narsalar. Kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin, lekin ishlatib ko'rsanglar menimcha hammaga yoqsa kerak deb o'ylayman. Xo'p. 1408. Ya'ni bu degani biz bayga qidiradigan bo'lsak,
bayga signal qidiradigan bo'lsak, ya'ni 1, 2, 3 shakllanganda biz avtomatik 4-soatdan kirganimizda T2 qo'yardik 1408 ga. Mana bir yaqinlashtirib ko'rsata qolay hammaga. Tushunarliroq bo'ladi. 1, 2, 3 biz 4-soatdan kirdik сделкаga. 3800 сделкаga kirish yashil qilay. Mana 3818 dan kirdik. Endi bizga kerak 1408 pips. Xo'p, 1408 pips qo'shadigan bo'lsangiz 828 u 8 bo'ladimi? 828 bo'ladimi? 3828 uni 830 qilaylik mayli. 830 bizning tekimiz bo'ladi. 830 tekimiz bo'ladi. Ya'ni bu degani sizlar shu tekni qo'yib, shunga yaqinlashsa tekni ko'tarib ketaverasizlar. Xo'p, endi biz u bitgacha deydigan bo'lsak, buni shunday bo'lamiz 3 ga. 469 chiqdi. Har 469 da yaxlasak ham shu qoladi. Har 469 pipsda biz bizubitgani ko'tarib boramiz. Ya'ni teklarga hatto tek qo'yib olasizlar, сделка ochilgandan keyin, o'zi ikkitadan keyin o'sha 3-teklarga harakat qiladimi? O'sha bitta bizubitkadan keyin ikkinchisini ko'tarasizlar bizubitkani. Ya'ni ana misol tariqasida deylik, 400 necha chiqdi? 469. 469 mana bu yerda hisoblaylik. Pips masjidga keldimi, o'sha undan keyin 469 dan keyin siz tekingizga kelib qoladi o'sha misol uchun. Tek proktisi kelib qoldimi? Siz avtomatik tekingizni olib tashlaysiz. Chunki bizubitkingiz turibdi. Mabodo urib yorsa ham siz 800 pipsdan ortiqroq foydadasiz. Salkam 900 pips foydadasiz. O'shani hisobga tekka olib tashlaysizda yana kutasiz. Yana 469 ko'tarilgandan keyin avtomatik o'shani yaqinrog'iga taq etib bizubitga urasiz yoki точно 469 ga urasiz, bo'ldi. Tekka ham ko'tarib boraverasiz yana dalishi. Boya aytganimdek 1408 chiqqan bo'lsa, shuni shunday 3 ga ko'paytiramiz. Dolga so'raydiganlar uchun 4224 bo'ladi. Xo'p, biz сделка ochiluvdi 3818 dan. 4000 pips bo'lish uchun mana birga hisoblaymiz hammamiz. 828 ming, 838 2000, 848 3000, 858 4000, 858 qana endi. 858 o yana 200 pips bo'lishi kerak. Ya'ni 860. 860 bizni tekimiz bo'lishi kerak bo'lgan mana. 860 bizni tekimiz bo'lishi kerak bo'lgan. Dolgiga. Ya'ni uzoq muddat ushlayman, qisqa muddatda chiqib ketmayman bozordan deydiganlar uchun mabodo. Lekin mana shu holatda ham сделка ochganingizdan keyin siz esingizdan chiqmasin, har mana bu 1408 ni bo'lganimizda 1408 ni bo'ldik 3 ga. 469 da mana shu dolgida ham har 469 pipsda siz bozorga qarab ko'tarib ketaverishingiz kerak bizubitkani. Bilib bo'lmaydi, любой время bozor tashlab olish mumkin, chunki fundamental degan analiz bor. Buni hammadan yaxshi biladi. Yangilik bor. Fundamental analiz o'zgartirib yuborish mumkin bozor. O'shaning uchun bizubitka bor, stop bor. Stop ham har doim qo'yinglar. Ida stopga keladigan bo'lsak, biz u bitga 469 bo'lganda stopni ham 469 ga qo'yishinglar mumkin, lekin tilla bilan kumushda ozgina farq qiladi. Stopni ozgina kattaroq olasizlar. Shuni hisobini olinglar. Hozir sell variantini ham, buy variantini ham tushuntira oldim hammaga. Shunaqa deb o'ylayman, hozir men shunaqa fikrdaman. Qisqa va lo'nda qilib tushuntiryapman shu to'g'ri nima deydi, murakkablashtirib yormadim. Agar dalish bunga kiradigan bo'lsak, bitta o'sha formulalar ildiz ostida olish kerak. Qo'shimcha boshqalari bor. Qanaqa aytsam ekan sizlarga? Eng oddiysi mana shu sizlarga, eng osoni. Bo'ldi, unaqa miyani qiynab olish shart emas. Bizubitka ursa ham foydadasiz. Ko'pchilik o'ylaydi, bizubitkani 20 pips, 30 pips qo'yaman deydi. Yo'q, bizubitkaga shoshmanglar, stop qo'yinglar, mayli, 2-3 ta stop olinglar. Qolgan 7 ta сделкаlar bizubitka ursin yoki foyda bilan bo'lsin. Misol 469 pips bizubitka ham yomon emas. 10 tasi o'zi 4000 degani. 4000 pipsdan oshiq degani. 4659 pips degani. 690 pips degani. Bir lotdan 4690 dollar deganida bunda olib qarasak, ochig'i. Shunaqa. Juda ko'p bunaqa mana topsanglar bo'ladi. 1 2 3 mana 1 2 3 ketdi, hisoblab ketaverasizlar. Hozir men sizlarga qilib bergan narsa bu tillada 23-sentyabrdan bugungi anaqagacha edi holati. Selli tezligi va buy tezligi. Hammanglar ko'rdinglar. Buy'niki 1444 chiqdi, buniki 1408 chiqdi. Orada 34 adashmayotgan bo'lsam, xayolimga ko'tarilib qolmasa, raznica chiqdi. 481 selliki, 469 buy'niki. Ya'ni buy anaqasi sal
kuchsizlangan, chunki tilla nerealniy tepaga ketyapti-yu. Hamma bilib turibdi. Qaytish kerak. Qachon qaytadi hech kim bilmaydi. Mana shu strategiyani ishlatadigan bo'lsanglar, sizlarga bu tilla ko'tarilib ketadimi, tushib ketadimi, qizig'i bo'lmaydi. Birinchi soat, ikkinchi soat, uchinchi soat, to'rtinchi soatdan bayoq selga kirdinglar, hisob-kitob qildinglar, sizlarda aniq fakt bor. O'sha bizubitkalar 469 bo'ladi, bayga selga 481 bo'ladi. Taykilar selga 1444 pips, bayga 1408 pips. Uni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsanglar, do'g'ini 2 kelib chiqaveradi. Ko'paytirib borasizlar uni. Misol uchun-da. Hech buni bir anaqa sizlarga qizig'i bo'lmaydi bu yerda, tilla ko'tarilib ketyapti, tushib ketyapti, boshqa bo'lmaydi deb. Eng sodda, osoni. Men buni haligacha ishlataman o'zim. 5 ta strategiya ishlatsam, shu 5 tadan bittasi mana shu bo'ladi. Buni eng qizig'i yaponskiy svichaga umuman aloqasi yo'q. Kategorически aloqasi yo'q buni yaponskiy svichaga. Sababi buni liniyada ham qilaverasiz. Faqat liniyaga qo'yadigan bo'lsangiz, sizlar soatda ajrata olmay qolasizlar. To'g'risi. Bundan tashqari bunaqa analizlar uchun aslida o'zi seriya degan narsalar bor, boshqa anaqalar bor. Professional anaqada tradingda ko'p podvodniy kameralar bor. Ularni ham sekin-sekin o'rgatib ketaman. Hozir seriyalarni o'rgatib ketsam bo'ladi sizlarga. Uni sizlar ustanovka qilib olasizlar kompyuteringizga. Faqat kompyuterda ishlaydi u. Notebookingizga ustanovka qilib olasizlar. Bozorlarga ulanasizlar. Stakan sen ko'rib faqat tushunmaysizlar, unga ancha vaqt ketadi, to'g'risi. Unga juda ko'p aniq qilish kerak, uni tushunib olish uchun. Uni ozgina tushunishga qiynalishinglar mumkin. Shuni hisobini olinglar. Men esinglarda bo'lsa, ko'pchilik aytdim, boshqa qiluvdim. Mana bu hammasi bular faqatgina analiz uchun. Mana range deb yozdim, meni anaqam ishlamay qoldi shekilli, internetim ishlamay qoldi shekilli. Tix o'tib ketdimi? Tix o'tib ketdi. Bularning hammasi faqatgina analiz uchun, boshqa hech narsaga emas. Mana bularning hammasi faqat analiz uchun. Boshqa hech narsani bildirmaydi. Bular narxi ko'rasizlar sizlar bunda, faqat bo'ldi, tamom. Boshqa hech narsa emas. Ochig'i. Shuni bilinglar. Shuning uchun switchni analiz boshqa to'g'ri Hyatt Regency'da switchni analiz o'rganinglar deganman. U novichoklar uchun shu nima deydi, qanaqadir tushuncha bo'lsin deb aytganman. Aslida faqat yapon switchani o'ziga qarab savdo qilish menimcha bu noto'g'ri deb hisoblayman. Meni fikrim. Mana buni ishlatib ko'ringlar, balkim kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas, lekin meni o'zimga rosa yoqadi. Chunki unaqa miyani qizdirib yormaysizlar, hozir men tushuntirganimdek. Kalkulyator ochasizlar yoki telefonda taqir-tuqir. Formulasi oson. Anaqasini tushunchasi oson o'sha. 8 kun olindi, 23 dan 1-gacha, oxirgi 3 ta maksimum. Shu ko'zingizlar ko'rayotgan, o'zingizlar tushunayotgan. Mana. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Mana shu 3 ta olindi. Mana shu 1, 2, 3 olindi. Uchalasi qo'shildi va 192 soatga bo'lindi. Chunki bir kunda 24 soat bor. Bo'ldi, qolganini o'zingizlar ko'rdinglar. Hech bir qiynaladigan anaqasi yo'q. U chiqqandan keyin 24 ga ko'paytirdik. 24 ko'paytirganimizda bir kunligi chiqib keldi. Keyin uni bizubitkani aniqlash uchun 3 ga bo'ldik. Bu qaysi biridadir 1444, selda, bayda 1408 chiqdi. Bayi kuch kamroq ekan, tezligi kamayibdi ozgina. Shunaqa qat'idadir men shoshib anaqa qilgan bo'lsam, adashgan bo'lsam, o'zingizlar to'g'rilab ketasizlar o'zingizlar. Anaqa joyda tushundinglar, asosan asos tushundinglar, maqsad. Bu strategiyani chiqarishdan menda maqsad bir ikisini pul ushlab olish boshqa emas. Ochiq-oydin meni mutlaqo tekin hammaga. Juda oddiy narsa. Balkim buni kimdirlar, misol uchun ichida 4-5 yil, balkim 1 yillik trader, balkim 5 kunlik trader buni bilar. Mana bu 1, 2, 3 ko'zi tushgandir savdo jarayonida, lekin ishlamaydi deb o'ylab, e'tibor qilmasdan bizubitga stop qatga qo'yish kerak, take profit qatga qo'yish kerak. Take profit qanaqa qilib chiqariladi? O'zi aslida har qanaqa strategiyada bilsanglar take profit bizubitga stop bo'ladida. O'sha har bitta bizubitkingiz, har bitta stopingiz, har bitta take profitingiz aslida o'zi asosi bo'lishi kerak, ilmiy asosi bo'lishi kerak, matematik asosi bo'lishi kerak, fakt bo'lishi kerak-da, u настроениеңizga qarab. Men prosta ko'p anaqada aytib ketaman, 100 qo'ying, 200 qo'ying, chunki sizlar ziyon qilmanglar, boshqa qilib aytib ketaman, lekin aslida buni hammasini tagida hisob-kitob yotadi. O'zidan o'zi bizubitga qo'yib ketavermaysiz-ku, misol 100 ga, 150 ga. Nimaga desa, shu menga yoqadi demaysiz-ku, bu bozor. Bozor sizga yoqish shart emas yoki siz bozorga yoqishi shart emas. Bu yerda maqsad foyda qilish bo'ldi. Iloji boricha o'zingizlar tushunadigan oddiy, oson narsalarni ishlatib foyda qilinglar bo'ldi. Bozorda keyin boshqa bir trader raqobatchi ko'rmanglar o'zingizlarga hech qachon.
Sababi bozor hammaga yetadi ortig'i bilan. Man juda ko'p aytaman, treyder ko'paysin, mayli o'z balansi, lekin kamaymasin. Faqat foyda qilinglar o'sha tradingdan, chin yurakdan. Nimaga deydigan bo'lsanglar, bozordagi bir kunlik оборот bemalol yetadi hammamizga. Anoda bitta odam aytib qoldi menga, nima gadoni dushmani gado deb, treyder dushmani treyder deb aytib qolishi juda kuldim rosa. Qanaqa qilib treyder dushmani treyderga do'st bo'lish kerak aslida. Men shunaqa deb o'ylayman. Bu meni fikrim shaxsiy. Hammaga yoqdi deb o'ylayman. Agar kimgadir yoqmagan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Men bunaqa bir professional o'rindagi treyder emasman. Oddiy chetda yurgan treyderman. Hammaga rahmat, charchamanglar.